Onam o'zidan tug'ilgan kunlarda o'tib qolgan. 27-martda tug'ilgan kunlari bo'lgan. 2015-yil olamdan o'tdilar. Buxorodan to'y olib qo'yilgan. Endi onam endi lecheni oldilar. Endi onam dedim, endi bu tug'ilgan kuningiz bugun. Obedda dedim, menga tandir keladi, tandir qilinadi. Hammasini gaplashib oshlar qilishadi. Bayram qilib, men endi tirikchilikka tomon xarajat chiqarish kerak. Qarab o'tiribdilar. Keyin o'sha paytda hech esimdan chiqmaydi. Haligacha esimda turadi. Yuzim siladi. Bolam dedilar, sendan men ming roziman dedi. Ya'ni unaqa deyapsiz hali u ketayotganda unaqa deyiladi o'layotganda. Unaqa demaysiz, yo'q bolam, eshitib. Yuzimni siladilar, men sendan ming roziman. O'shanda qaraysiz, bilmaysiz, baribir meni odam bilmay qoladi. Chunki otasi boqqanlar bizlarni. Men Buxoro to'yga boraman, Buxoroda Farhod Shirin xizmatida ekan. Keyin xabari keldi, keyin Baxtiyor shularga opamdan berib qo'ymaslar. Soat 9 deydi. Haligacha esimdan chiqmaydi. To'niga ketdim-da. Men ruslar onam o'tib qolibdi. Mashinada ketishim kerak. Bo'ldi gap yo'qda xotin aytadiki, o'tkazib ketsin, pulni olgan deyapti. Hatto bu xolis pulingiz qaytarib beraman deyman. Yo'q, shukur aka, tug'ilgan kunlarida olamdan o'tdilar. Ertasi kun bizning Mirzo teatr konserti boshlanishi kerak edi. Onam janoza bo'lgan, ko'm kelingan, kechqurun konsertga chiqishim kerak.